电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目《Paridio 丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。我们正在进行的是本节目的第2轮，也就是我们的对决赛。Salam, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiya bilan Shinjong Bug'ra madaniyat taqiti chekli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi Paridio 5-qaror Ipak Guli sadosi programmasi. Men Nijat Vali Yaqub. Qadrli do'stlar, navbatda ko'rinishga ilinayotgani bo'lsa, 5-qaror Paridio Ipak Guli sadosi programmasining 2-bosqichi beyga. Qanday yapavkam, tayyorliklaringiz yaxshimi? Tayyorlik yaxshi edi, lekin shu sahnaga chiqqanda tamtirab, talab, bearam bo'lib ketishimdan ansiradim. Men ishildim avkam. Men bu Paridioniki tartib tutish attiri. Men ishlasangiz sahnada talab bearam bo'lmaysiz. Rahmat. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Paridio savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Zhang Run bilan Aliya Najmiddin ikkalan o'z vaqtida men nihoyatda hissiyotliq, nihoyatda lirik naqshlarni aytgan biz muhabbat mamtimining maslahati bilan bularga bek chiroyli naqshlardan birini taqsim qildik. Muzik muhabbat ishladi, muhabbat chalg'ulashtirdi. Shu Yangnur gruppasining maxsus maydonida bu naqshimi yorqin naqsh bo'lib chiqishdigan ishimiz afkama. Bizning Yangnur gruppamizdan navbatda sahnaga chiqadigan mahirlarimiz Zhang Run bilan Aliya Najmiddin. Bularning aytadigan naqshning ismi Chingshou. 大家好，我叫阿丽亚·纳吉米丁，来自乌鲁木齐市。Dostlar yaxshimisizlar? Mening ismim Aliya Najmiddin bo'ldi, o'zim Urumchidan bo'laman. Hello， 大家好，我是张润。哇，自从参加完这次第1次录制以后回去，我发现身边有很多的朋友都在问我，哇，你参加的是个什么样的节目？有很多，尤其是我的汉族朋友，他不理解，他说这个赛事是不是很厉害？我告诉他们，就是跟中国好声音一样，在我们新疆非常非常厉害，非常出名。 那自从这次播出了以后，我也感觉到明显，我的身边有多了很多的这个维吾尔族朋友，他们都给我鼓励，包括我身边我单位我们文理集团的市文理集团的所有的我们的同事啊，我们的领导啊，都给予了我极高的这个评价。Bizning bu vaqtda aytadigan naqshimiz Lingan Yo'doyninki Chingshou degan naqshi. Bu naqsha intayin ko'na naqsha. Hamda men bilan bir guruh bo'lib aytadigan bala Zhang Run. Bu balninki hamda ovozi haqiqatan shunchalik yaxshi, shunchalik jonliq ekan. 在风里，在雨里，悠悠荡荡的我，该到哪里？任凭风吹，任凭雨淋。 起起撞撞，我心在哭泣，在心里，在梦里，曾经爱过的你在哪里？你们要注意的2点就是那个高潮轮着唱的地方一定要 记清楚自己的位置啊，不要弄乱了。然后就是你唱的那个部分，学苏总演唱下去。音乐全部这个静音了，就是光有你的声音，以后就停下来，然后让他唱。问题不大，我觉得可以。我刚开始拿到这首歌的时候，我就觉得，哎呀，这歌我好像没有听过，这歌到底适不适合我唱，我真的那个时候不知道。当我反复听过几遍了以后，我发现，哇，原来老师真的非常了解我。自从我唱过1次以后，老师对我的这个声线啊，对我的整个声音的这个感觉，可能
已经掌握的非常充足，所以我选了这首歌，承受。我听了一下，我发现这首歌非常适合我唱。 Musobaqada natija muhim emas. Eng muhim bo'lgani men ham men bilan shu naqshini tang aytib chiqadigan shu Jangrun bilan yaxshi hamkorlashib, bo'lsa yaxshi moslashib, ikkalan tang tirishib, shu naqshini voyaga yetkazib, aytib muvaffaqiyat qozonsak deb o'ylayman. 同时呢，我也知道这一次跟我一起唱这首歌的是我们的阿丽亚大美女哦，所以说呢，我希望阿丽亚，我们两个人好好配合，把这首歌完成。非常感谢大家对我的支持，谢谢。 Eng oxirida barliq savodashlarning o'zining eng yaxshi ifodasini joriy qildira olishini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Tabiiylik va sopliqni asos qilib ishlangan kozur mahsulotlari bilan har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb sifatlangan Xinjiang Pavideo xalqaro savdo shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali alohida talab qildi. Rayonimiz havasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi G'olluq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Albatta programmamizga sarton olgach shifasi qatorliq patentlik, olqishliq mahsulotlar bilan har millat iste'molchilarning yoqtirishiga muyassar bo'layotgan Xinjiang Yangnur Biofan Texnika cheklik shirkati alohida yordam qilgan. Biz mana shu munosabat bilan programmamizga yordam bergan, programmamizni qo'llagan shunaqla programmamizga yaqin turayotgan shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali mayirlarga omad tilaydi.你随着风起
任凭风吹，任凭雨淋，执执着着，我心在哭泣。在心里，在梦里，曾经爱过的你在哪里？心里想你，梦里念你，梦醒之后却找不到你。你的眼，你的眼，你的唇，你的唇，已深深烙进我的心。我的情，我的情，我的爱，我的爱，已随着风雨而去。Qo'lingizdagi nima ukam? Yaşın badam süt kuvvetişimdeki işkimiz köpürdün içine. Rahmat. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. 首先非常感谢两位朋友给大家带来非常精彩的听觉盛宴。那接下来我们的老师会推荐哪一位，包括我们的老郎老师最终选择哪一位朋友，那我们一起来听一下好吗？还是从沈老师开始。从专业的角度，可能待会儿各位老师还要进行评价，但是从他们二位的表现，我觉得非常到位啊。我感到是从心里唱出的歌，只有从心里唱出的歌才能感动听众，感动观众。我觉得他们今天唱得非常成功，非常好，配合的也非常好。唱词跟他们的舞台动作，我觉得都是非常协调啊，非常协调。我觉得二位表现都非常好，但是我更倾向于推荐咱们阿丽亚。谢谢老师。郑老师说的特别对，我也觉得两位都是，各自有各自的这个特点，味道，感觉，确实不错。阿丽叶也是很出色的一个歌手，我觉得他今天唱出这个歌曲的这个感觉是特别对的，特别稳，声音一点的毛病都没有。这个张润呢，就更没话说了，他是一个老歌手啊，那个唱这样的歌曲，他的长项应该是。这个曲子是谁选的？是麦文兰老师为我们选的。好啊，老师啊，选的特别好。主要是这个老师特别厉害。这就是一个，就像刚才他说的一样，每一组的这个演唱啊，
对我们带来一个快乐，一个很特别的一个节目，就是我就像在看演出，正式的演出，这就对了。我们想要的也是想给广大观众的这个要给的东西也是，所以今天这个节目的安排和演唱很不错的。我呢今天推荐张润。好的，那接下来我们一起来听一下阿布莱蒂老师的推荐。感谢二位学员，完美的组合，完美的合作。也许是对，张润就是一男一女嘛，所以这个调的这个定位，就很难定。对，一个是那个女生，一个是男生，所以就是对于这个歌来说是应该是就是首先考虑了这个女生。所以对那个张润一开始的那个音确实一个极限感，已经很高了。对男生说这个音确实很高了，不过张润还是发挥的非常好，所以刚才老师们说的都非常到位。两位这个学员确实很难分，唱的非常完美，合作非常好。2选1的话，就是我推荐姜润。好的，谢谢。还有一位老师。两位的作品演唱合作都是很完美的，而且两位的声音确实是罕见的声音。对男生来说，他的开头就是很高很高了，然后我还想到，哎呀，后面的那些高潮他能不能上去，能不能有一些困难呀，或者是表现不出来的地方，但是还是挺完美的，挺好的。然后那个阿丽亚的声音也是，女生里面阿丽亚的这样的音色，这样的声音是特别罕见的，很少见是吧？很少见。对。她的胸腔打开的特别好，然后高音也是带着胸腔的共鸣上去的，而且很和谐，很统一，声音的音色很统一，线条特别美。谢谢老师。我的推荐，我的推荐是阿丽亚。阿丽亚，谢谢老师。好的，那徐老师，你们的推荐是？张润，您已经就是打动了我的心。感谢。就是别的我不说了，我就劝您。歌声打动了徐老师的心。好的，感谢。那接下来我们一起来听一下影诺团队的队长，我们亲爱的麦郎老师最终选择的是我们哪一位朋友？首先我对这首歌稍微科普一下。这首歌是我们中国摇滚的这个辉煌时代，也就是90年代的优秀乐队零点乐队的一个经典作品《成熟》。这首歌是选这首歌原因一方面是这个考虑这2位歌手的演唱风格和这个声音特色，另一方面出于我自己的个人喜爱，因为这首歌是陪伴着我，就是成长、热血沸腾的那个年代，年轻时代的一首歌，对我的印象非常深刻的一首歌，然后今天我觉得阿丽亚的表现超出了一般我们排练时候的表现。首先谢谢阿丽亚。谢谢老师。谢谢老师。这首歌是对一般的男生是有挑战性的，有挑战性的一首歌，就是因为张润，他才能唱出来的。可是张润的表现今天没有这个排练时期
好。今天的表现可能不如你们排练的时候。对，然后张润最后一段，张润自己知道是什么地方，不是那个旋律，他想到了自己唱不出来，然后把旋律改成自己能唱的调，这个调，然后这一方面能证明张润是个有实力的、聪明啊，对，有舞台经验的一位歌手。张润在排练时期，他每一次唱都是这个感人的一种感觉。今天可能是舞台的这种，应该说威风嘛，还是不一样的。哎，张润，你说2句吧。刚才呢，其实自己有点太投入了，我甚至都不知道我哪个地方可能出现了什么样的问题。但是既然导师说出来了，那肯定是某一个地方有听着可能是他们能感觉得到。但是这个舞台跟排练还是不太一样啊。是的，是的。说非常感谢各位老师的这个指导点评，非常感谢。好的，那最终苗浪老师的选择是，考虑到以后的赛段这个团队的发展，我的最终选择是。vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzlash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzlash kirgizgich qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yemeklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukuga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Sertan algıç pastası qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi.张润，恭喜张润，祝贺你，恭喜你。好的，阿丽，你觉得今天表现的怎么样？表现的最起码比上次要好一点吧。是越来越好，是吧？对对。那今天这个结果听了之后，你心里是什么样一个感受？
感觉是有一点难受吧，但是、怎么说呢？不知道该说什么。是吧？对。那最终有什么想说的？此时此刻。谢谢各位老师，然后谢谢评价，还有谢谢就是苗兰老师一直对我认真的指导，我很感谢。Tayyorliklar yaxshi-da? Yaxshi edi, tayyorliklar bo'ldi. Saqalinglar sal o'sib qopti-ku. Voy, saqalni kunda elib, benim terlarim zaxmlanib adash mening. Naq men yaxshi surabsizlar dashmasizlar, bir yaxshi narsa tavsiya qilay. Mana bu Paridioniki yüz yuvish mazg'ibi. Buningda yuzinglarni poklik yuvalaysizlar, ham saqalinglarni aqalli nayt qulaylik qilaysizlar. Siz tavsiya qilay, ishlatib qo'yinglar. Shunday yaxshimikan? Men bir sinab ishlatib baqsam bo'g'dek. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan Kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Tuvanda maydonga tushmoqchi bo'lgan ikki mahirimizning birisi yanada kelinmaydigan bo'lib qolgan mahirimiz bo'lganligi uchun bizning kelgan mahirimiz Nazar Turdi bilan Parideo gruppasidan bir mahir maydonga tushdi. Bular ayrimdan ikki naqsha aytib o'zining mahoratini namoyon qildi. Parideo gruppasidan chiqadigan mahirimizning ismi Anvar Ablat. 大家好，我是哪吒托尔蒂。Köpçülük yaxshimsizlar? Men ismim bo'lsa Nazar Turdi bo'lman. Dajaxa hocam Anvar Ablayti. Köpçülük yaxshimsizlar? Men ismim Anvar Ablat. İpek Yol Sadas programmasidan akşam qo'yilgandan keyin nihoyatda yaxshi inkaslar, nihoyatda yaxshi bolalar bo'ldi. Atrofdagi do'st birodarlarim, onadagi urug' tuqqanlarim hammasi menga telefonlarni qilib, shunday yaxshi tabrik so'zlarni aytib, shunday yaxshi ko'ngil yurak so'zlarini bildirdi. Bu bosqichliq musobaqada Mavla ustoz menga birlar sen degan naqshini berdi. Bu naqshining qiyinlik darajasi xeyli yuqori deb o'ylayman. Shunday bo'lsa-mu Mavla ustoz har qaysi taraflardan nihoyatda zo'r kuchlarni chiqarib, o'zining yordamini aymay, nihoyatda yaxshi mashqlarni qildirib, men bir kichik to'ppisini ajrini qo'shdi deb o'yladim. Mayli kim bilan fikr yurishay, men uchun musobaqa muhim emas, jarayon hammadan muhim. Musobaqaning natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimning yoqtirgan, o'zimning buda tayyorlagan naqshamni yaxshi o'rindab, yaxshi ifodani bildirib olsam, men shuningga eng xush. Bu bosqichliq musobaqada mayirlarniki hammasining yaxshi natijaga erishib, eng yaxshi bo'lgan holati ham, eng yaxshi bo'lgan ifodasini ko'pchilikka sunishini umid qilaman. Birlikte tirishaylik. Albatta 5-chi qaror Pavideo İpek Yolu Sadası programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi bo'lgan mayirlarimizga programma gruppasi nomidan ko'ngil sovg'alarimiz bor. U bo'lsa 1-chi bo'lgan mayirimizni Xinjiang Pavideo xalqaro savdo-cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci bo'lgan mayirimizni bo'lsa Xinjiang Bilikyar elektron fan texnika cheklik shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa 5-chi bo'lgan mahirimizni bo'lsa Xinjiang Yengnur biofan texnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi ekan. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu sahnada eng qaltis mahoratini namoyon qilib, katta mukofotlarni ilib, xushal holda uyiga qaytishini umid qilamiz. Barliq mahirlarimizga omad tilaymiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mahirlarimizga omad tilaydi. Seni dinledim, ilham öçmedi şokluk
Kelgen tün burunla men seni dildim İle hem öçmedi şu otluk Pervamı kılmedin Miskin könglimge Başkının kalbige yandırıp çire Pervamı kılmedin Miskin könglimge Başkının kalbige yandırıp çire Ürtendim yaş döküp hicran otunda Yüreğim ezildi buldu lahti kan Ürtendim yaş döküp hicran otunda Yüreğim ezildi buldu lahti Sarındın tağlarımı Geldiler zige Yanıla pervasız Yürüdün sen cana Sarındın tağlarımı Geldiler zige Yanıla pervasız Yürüdün sen cana Şu sebep bu köngün tolumu yerim Işkında örtünüp aynaldı cinim Şu sebep bu köngün tolumu yerim Işkında örtünüp aynaldı cinim Yaki şundak mı gelmez mi hayatta sana uvalim Muhabbet kocası yaki şundak mı gelmez mi hayatta sana uvalim Muhabbet kocası Yaki şundak mı gelmez mi hayatta sana uvalim Gelmez mi hayatta sana uvalim Yeni Nur Grups'tan meydana çıkılgan mahirimizin ismi Nezer Turdi. Eytidigan naqsının ismi Birla Sen. Ayrıyalmayman
rosa yuragimga o'tni solgansan. Sen mening hayotimda berlasan, sen mening bahorimda ham rosa yuragimga o'tni yoqqansan. Qanday adaş tayyorliqni yaxshi ketib boramdi? Aşıqlar jafoliq adaş, charchashlar ig'ir bo'lib ketib bordi. Mana adaş, sartan olgan ichimdagi seniki hordiqni chiqarib kayfiyatingni ko'tarangi qildi adaş. Ala, sana so'z. Rahmat adaş. Sertan algaç pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi suyumlik bog'liqchi ustozlar. Albatta bizning bosqichimizning ayt keskin holatda davom etyapti. Bu bosqichimizning nomi Beyga. Shunlashqa tulparlarimiz sahnada eng tez suratda chepish shundaqla o'ynaqshib turib chepish uchun eng chiroyli yorqin holatini bizga ko'rsatish uchun o'zining qomatini, chiroyli ovozlarini namoyon qilib beryapti. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Qanundaqda navbatda sizlarga zo'q sho'x bilan qarab o'tirgan suyumlik bosh ustozimiz Abdulla Abdurahim apandimni tavsiyaga taklif etamiz. Marhamat. Enver Ablat nazar turdi. Desem ben yani bir oğlan çıkarak şey desem nazik bir kızı al çıkıvatdı. Bu ısımlan bek peyzi olup gitti hazır. Mehliyar koyup da fukamın ısımı bek çıraylık ya. O bir jigit ya. Zeberde sakal çıkay dep koygan bir jigit. Şuna okşaş nazarını ben bir oğul balını ısımı gideptim ha. Hatalışıp. Aldıdı çokum gül ya ay buluşu mümkün. Gül nazar okşaydı ki burun. Gülünü keymeyk yaptı bugün. Hoş. Çakçak vallahi bunun hemmisi birden küleyli. Çünkü malumla karanla. Şu musabık kırıp her bir inçken tadqiqimizda bulan qapoq turilib qoldi. Davomliq. Men içip turma. Bunlar yepilib qoldi. Siz içip tursiz. Men içip turma, yepilib qoldi. Şoňamda dep turma pat-pat. Ikkili balymyzningki saviyasida naýtdy çoň fark ýok ki. Enver balımızne aldığın qetimdeki musabıqada biz mavu Feridio grupsiga qabul qilgan balımız ikkilanlığı kichikinamdan bir nima taklif fikir
Her işkili o'quvchimizda shu yuqori ovozi qismi kelganda vaqirash bor. Biz ovozlarimizni asta-asta bo'ldi. Qolganlari o'sha ustozlarning yetakchiligida shu yuqori ovozni hal qilib, bundan keyin san'atlik ovozga ekanmasak, bearam qilib qo'yamiz anglovchilarni-chi. Shunga meningki bugungi tavsiyalarim qanday qilsam bo'lar, Mavlon. İşkiliz butiken hamda. Uyqu kelsingizda shuni qarab o'ltirib. Anvar men baqvagan bo'ldi-chi. Ha, ishqisi bunda bo'lsa, nim qilsaq bo'lmasmi-ki? Desam bo'lmaydi-ki. Nazar. Rahmat. Nazarni tavsiya qilganingizdan ham xursand bo'ldik. Shin muallim. 我同意阿布拉老师的意见。意见。好的。推荐这个 Nazar。感谢老师的推荐。Bo'ldi, Ayshugul muallim. Anvarni tavsiya qilaman. Rahmat, xursand bo'ldik. Ablat muallim. Sizning tavsiyangiz? Mening tavsiyalarim Nazar. Rahmat, xursand bo'ldik. Aygul muallim, undaqda sizning tavsiyangiz kimdi? Ba'zi bolalar sahnaga chiqiblam bir parcha nur bo'plam paqirab oxirgacha asarni tugatib bo'lguncha shu paqiraqlikni yo'qotmay tugatalaydi. Ba'zi bolalar chiqib xili vaqtcha aslini topolmay sahnaga moslashib bo'lamay, lekin naqsh tugay deganda rasmiy o'zishib, o'zining holatini rasmiy namoyon qilib topalaydi. Buni Anvar mushunaq holatda ekan. Bora ovozlari ichilib, bora xilli o'zini yaxshi namoyon qilyotdi. Endi Nazarning ovoziga kelsak, Nazar beshida shunda xili yaxshi boshlagan tema, tuvan ovoz qismlari xili turaqliq bo'lgan, lekin bora butun kontrollik yo'qolib, ovoz esitib qoldi, o'zimni biludaqcham buni. Mening hamda Mavlon ustozga tavsiyalarim o'sha Anvarning abqasi keyingi guruhi taraqqiyotiga xili yaxshi bo'lamdi degan tavsiyalarim bor endi. Rahmat. Bo'ldi. Yana oxirgi qarorni Mavlon ustozning o'zidan chiqaricha qo'yib beramiz. Mavlon ustoz zodi kimga qaror berdigandi? Ana baqaydi. Endi bu nazar singlimizning shu ahvol to'g'riliq ozroq tushuncha berish to'g'ri keldi. Asli bu boshqa bir mohirimiz bilan bir guruh bilangan, taqsim qilingan naqsha cho'qim bir o'g'il, bir qiz aytmisi bo'lmaydigan naqshdi bu. Ügünüp xili bir yerga ravurs apagan nazar singlimizchi. Andan o mohirimiz kelinmaydigan bo'lib qolgandan keyin vaqt intayin az qolgan vaqtda bizning boshqa naqsh tanlashdan boshqa amalimiz bo'lmadi. Asli naqshini aytsin desak, o naqshini bir qiz yoki bir o'g'il, bir odam aytish mumkin emas. Yozilgandilam ikki kishi qiz o'g'ilga yozilgan naqsha. Andan shuning bilan vaqt az qolganda biz mushu naqshini bekitdik. Bu naqsha bizning yaxshi ijodiyatlarni chiqarayotgan Qaysar Erkin inimizning ijodiyati. Bu bir chiroyli naqsh ekan, shu mush naqshini tanladik. Andan bu naqshini bu ikki kuyda aytildi. Ustozlarimiz his qilganda, boshdagi qismi mau Qaysarning aytgan qismi. Ani keyin ikkinchi bo'ligi Zulxumarning aytgan qismi. Bu Nazarning ovozi qizlarning olti rayoniga to'g'ri keldi-ku. Nüjung yendemizgo. Ovoz rayoni mushu naqshining asli normal qizlar ovoz rayonidan Nazarning ovoz rayoni sal tuban. Shunga Qaysarning aytgan rayonida xil rohat chiqyapti, lekin ikkinchi bo'lagida haqiqatan Zulxumarning aytgan bo'lagida ovozda kichikkinaligi hamda qisib qilish, qiynalish bo'lib qoldi. Demak biz mushu sabablar tufaylidan biz Nazarga hamda o'sha asli aytgan naqshni biramay qoldik. Meningcha bu naqshini tirishib men degan shu ba'zi o'lchamlarni, ba'zi talablarni xili joyida o'rindab, bu naqshni azoda erkin hissiyatda aytmasa, chiroq chiqmaydi. Men shu talablarni qo'ygan, xili yaxshi aytdi. Ondan Anvar inimizning aytib bergan naqsiga ko'pdan ko'p rahmat. Qanday vaqt mayirlar? Ular muallimning tayyorlik bitgan o'xshaydi. Mening hamda eng oxirida chiqardigan qarorim, sizning tanlashingiz? Mening tanlashim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi.
Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungli. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga Alqış bizni texmi yaqinlashtirdi. Har bir olgan nafaslarım besimlarimni yeniklatdi. Uning hidi nafaslarimni xushbiroq qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan har uchrashganimda hidlarimdan bahs xush bo'laman. Sevgimda alqishdan hidimni turayman. Alqish xushbiroq seg'izdiri mening tanlashim. Alqish. Şinjan alqish xalqaro suvda chekishdi. Yığızını açsanız da mükafat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elingan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Namtiman. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkar Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysangiz shu huzur. Kunda bir tal yeysangiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Tiyobitimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq qashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Nazar turdi. Muborak bo'lsin. Do'stimiz Nazarning 3-bosqichga muvaffaqiyat kirganligini qizg'in qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Tayyorligingiz texmo puxta bo'lsin. Rahmat. Xo'sh. Shiraksiz anglaydi. Meni hozirgacha qo'llab kelayotgan, hozirgacha o'qishim jihatda bo'lsin, har qanday jihatda meni qo'llayotgan ash Mehriba opamga chuqur rahmatimni bildiraman. Bundan boshqa bizga shunday bir fursatlarni yaratib bergan, shunday o'zimizni bir sinab biqish, o'zimizni namoyon qilish fursatini yaratib bergan, shu Ipak Yo'l Sadosi programmasini o'rlashtirgan program gruppasiga rahmat aytaman. Anadan keyin eng cho'ng rahmat aytadiganim meni yana bir qitim sahnaga chiqib, yana bir naqshamni o'rnatishimga fursat bergan sevimli ustozim Abdulla Abdirim ustozimga chin dilimdan rahmatimni aytaman. Hamda mush yerdagi barcha ustozlarimga hammanglarga rahmatimni aytaman. Hamda meni qo'llagan, yaqinda madad bergan barcha do'stlarimga rahmatimni aytaman. Men kichik, buning bilan to'xtab qolmayman.
Mayli yangish o nechini masala. Men faqat o'zimdagi kamchiliklarımni his qilib oldim, ortiqchiliklarımni bundan keyin davomli joriy qildirib, kamchiliklarımni to'liqlab, bundan keyin davomli qilishim. Bo'ldi, qani ustozlar. Bir xo'shlashinglar. Sen degan harman nima? Biz ketaymiz shundan nima? Qanday ko'ryapsiz? Paridio Ipak yo'l sadosini ko'ryapmiz ukam. Ha, buni nereden gördük ekanmiz aka? İzdash aptitali degan aptitaldan ko'rdik ekanmiz. Voy, bunda nasim bor-da. Buni qanaqa ko'rdik ekanmiz? İzdash deb pinch bassanglam chiqadi. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan Izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Ondan biz şu Ahad degan mayirimiz bilan Mehmet Ali G'upur degan mayirimizni ularni shu o'z xosligi, o'z alayidligini shart qilgan asosda bularni bir guruh qilgan. Epsilonlik yeri bizning shu Mehmet Ali G'upur degan mayirimiz ma'lum sabablar bilan kelamaydigan bo'lib qoldi. Shunda bo'lganda bu naqshini bizning shu Ahadjon Maham yolg'iz aytdi. Lekin bu Abdulla akamning gruppasidagi bir mahir bilan birdan naqshini ayrim aytish orqali raqobatlashib, qaysi yaxshi aytsa, shuni men o'z gruppamga olib qolmayman. Növbətdə bizning Yangi Nur gruppasidan sahnaga chiqadigan ikki mahirimizning birisi yo'q. Yana bir mahirimizning ismi Ahadjon Maham. Buning aytilgan naqshisi kecha degan naqsha. Ondan bu naqshimizning asli bilib tushadigan mahir yo'q bo'lib qolmay, Muşa hazır bilib tushadigan mahirim yo'q. Bu mahirimizning hisobda raqobatchisi yo'q, tangdoshsiz mahirimiz. Agar yaxshi aytsa tanlayman, yaxshi aytolmay qolsa bevosita chalib o'tadigan bir mahir. 大家好，我是Ahati. Yaxshimsizlar? Men Ahadjon Maham bo'laman. Ipak yo'li sadosi programmasi qo'yilgandan keyin urug' tuqqanlarim, do'st birodar, og'aynilarim shunda xush bo'ldi. Men shunda xush bo'ldim. Bu da hamda ikkinchi o'yin musobaqada men kecha nomli naqshini tayyorlik qildim. O kecha güzel kecha ikimiz yürüyen kecha. O kecha güzel kecha ikimiz yürüyen kecha. Tekstga bak diqqat qil. Uni keyin ko'zingdagi buloqqa cho'kdim, shundami? Qolgan jadvalda menimcha cho'ng chataq yo'q. Qolganimiz ovozini charchitib qo'ymay, yaxshi tayyorlik qil. Liriklikni yetkichi elib, qattiq yerda ikkisining qattiq yumshoqlikning farqini taxminlik uchuq chiqadigan shu qilib qolsam, mana shu taxmin payzi bo'ldi menimcha. Shu naqshiga ustozim nihoyat ajr sundadi. Mayli ovoz chiqarish, naqsh kontrol qilish, hissiyotni berish qatorliq bilimlarga ega bo'ldim. Ustozimga ko'p rahmat aytaman. Shu musobaqa qatnashayotgan boshqa mayirlarga o'zining eng yaxshi holatini shu sahnada namoyon qilishini, tantirmaslikni umid qilaman. Rahmat. Tabiiylik va soplikni asos qilib ishlangan kozur mahsulotlari bilan har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb sifatlangan Xinjiang Payvideo xalqaro savdo shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan Izdash aptitali alohida talab qildi. Rayonimiz havasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi G'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shunaqla tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi.
Albatta programmamizga sarton olga chiqpasi qatorliq patentlik, alqishliq mahsulotlar bilan har millat iste'molchilarining yoqtirishiga muyassar bo'layotgan Xinjiang Yengilnur Biopan Texnika cheklik shirkati alohida yordam qilgan. Biz mana shu munosabat bilan programmamizga yordam bergan, programmamizni qo'llagan shundaqla programmamizga yaqin turayotgan shirkatlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Bu gece aydın gece bu gece salkın gece bu gece aydın gece bu gece salkın gece bu gece güzel gece yar ikimiz yürüyen gece bu gece güzel gece yar ikimiz yürüyen gece Nigar seni yadım gayeli Kök karab xiyalga petip Göz yumgıça kaptı tang etip Uxlamadım zadı bu gece Kilmen dep kelmedin acaba Bu gece resminge qarab yana xiyol bilan uyquga cho'mdim Shu gece esimga kelib mening ko'zimdagi
bulakqa cho'mdim shu kecha esimga kelib mening ko'zimdagi bulakqa cho'mdim qapqara tog'lara gulsam gullara qapqara tog'lara gulsam gullara bu kecha oydin kecha sarson kecha yolg'iz kecha Anlasam xoşallık işler badaydı o. Sen nereden aldın? Kulağın uzun kecim var senin. Bu da tuğulgan balanga taşkın balla aksıl talkın hep geldim. Balanın tekin yaxşı üsp etiliş için. Ale, rahmet. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yürüşlük sağlamlıq məsulatları və tartuq yürüşlük kolaları mahirlərimizə omad tilaydi. Bu basqışda birli mahirimiz o'zining mahoratini namoyon qildi. Shunlashqa buningda tavsiya qilish yo'q, faqat har bir ustoz eng qisqa holatda o'zlarining mushu naqshchining bugungi mahoratiga bo'lgan pozitsiyasi yoki bahosini aytib o'tsa bo'ldi. Eng oxirgi qarorni Mavlon ustoz o'zi chiqarib bersa tamomən bo'ladi. Marhamat. Aygul xonim. Ahadjon bu naqshini ichiga cho'kib turib, hissiyotlarni shunda yaxshi ifodalab turib, ovoz jihatdan, hissiyot jihatdan, ifodalash jihatdan shu Mahmud Sulaymon akamizni eslatgandekli bo'ldi. Hammamiz shunda hayajonlandik, shunda ta'sirlandik. O'tirdi, azroq bir chiqib ketishlar bo'lib qoldi roldan. Keyin yana shunda yaxshi akib oldi. Yaxshi naqshchiga mening tavsiyalarim Ahadjon. Men tavsiya qilman. Rahmat xonim. Ablat ustoz sal hayajonlangandek qildi bu naqshni anglab va balkim ma'lum bir mezgillarni eslab qolgan, seg'ingan bo'lishi mumkin. Ablat ustozning gapini anglab boqaylik. Bizdan vaqtsiz ayrilgan, bizniki yaxshi sabdishimiz, san'at sepimizdagi yaxshi hamroyimiz, qarindishimiz. Neki bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli bir necha kecha to'g'risida yozilgan naqshlarni bir guruhlab aytib chiqdi. Birisi tugab, yana birisi ulinib, birisi tugab, yana birisi ulinib, tadrij bu qarindishimizga bo'lgan seg'inishim biroz kuchayib, esimda qilishcha bu bir yil, dal bir yillig'i. Bir yil bo'lib qoldi. Naq bir yil bo'lib qoldi. Nayt yaxshi sabdishimizda san'at uchun nayt kerak bir o'g'lonimizda. Mushu go'zal naqshlar bilan qarindishimiz, sabdishimiz, yaxshi sabdishimiz Mahmud Sulaymonga bo'lgan cho'nqur seg'inishimni ifodalayman. Albatta. Shuning uchun hayajonlanib qoldim. Faqat ustoz fikrim yo'q. Seg'inish elikida ustozimizni yod etamiz. Ayshugul muallim. Bizniki suyimlik, shunda iqtidorliq nima sabdishimiz Mahmud Sulaymonning umri qisqa bo'lgan bilan, lekin uning asarlarining umri o'zidimi uzun. Şu əsərlərindən birlərini bugün siz şundan yaxşı o'rinlab berdiniz. Belki muş maydonda o'zi bo'lgan bo'lsin, berib sizni quchoqlaydi. Bugün sizin xizmatiniz nihoyat zo'r, nafaqat ijroda emas. Shunga sizni tanlashga majburmiz. Rahmat. Xo'sh, Shu muallim. 唱得非常好, nəhayət yaxşı aytdınız. Hissiyat şunda to'liq. Bir kamchilik Mushu ko'zni ichib o'qiylar, mushu kinchi naqshni o'qiganda. Rahmat, yaxshi bir tavsiya bo'ldi. Shuncha qarab qo'y demoqchi. Xo'sh, Abdulla muallim. Ha, meningmi boshqa gapim yo'q. Ani ma'lumlarni aytdi, to'g'ri dedi. Mahmudning necha yil ichida yozgan 3 naqshdan bir kishi o'zimi umr oxirida do'stimiz sahnada shunday aytgan, birlashtirib aytgan. Bu nadir asarni bu hukmimizni aytib yaxshi aytdi. Qolgan ishlarni ustozi bor. Menimcha
kamchilik ketgan yerlarni tuzib oladi. Bunaqa sahnalarda texmi yaxshi ifodasini ko'rayli deyman. Bo'ldi. Shundaqda Mavlon muallimning eng oxirdagi tanlashi shundaqla bu navbatdagi ifodasiga nisbatan bergan bahosini anglab boqaylik. Aldı bilan deydiganim Mahmud akamni yod etish, eslashning nayt yaxshi bir shakli shundaq kat sahnalarimizda, kat so'rinlarimizda shundaq asarlarni o'rindab nomini ancha-muncha yod etib qilish bek bir yaxshi ishga deb o'yladim. Men bu axatcha ukamni necha kundan qo'rqitib, agar aytamsan tushirib o'tma, yaxshi aytamsan deb. Qisam men cho'qim yaxshi aytib o'tma aka. Men cho'qim pichat aytib o'tma degan. Meningcha yaxshi aytding, shu Mahmud akamning bir naqsiga yuz kelgidek aytding deb o'ylayman. Xo'sh, shundaqda hurmatli Mavlon ustoz, sizning oxirgi tanlashingizda bu mahirimiz guruhingizga qaytib keladimi va yoki qanday bo'la? Sizning oxirgi qaroringiz? Mening oxirgi qarorim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan pastası Sayram Gölü'nün əvrişki elinğan Tianshan soğuk su algısıdan işlengen patent hukukuğa ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algıç pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tişni çiğnetiş üçündür. Her günü geçse her tan kolumuzda var Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tizlikte qaytib. Qani işin mihmalla desem, kola bulam şundaq bula. Dep bulab haşa uçkende. Yığızda açsınız da bu kapat çıkıdı. Tartıq kola. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemeklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. İzdeş aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdeş tarjimoni davlat o'rtaq til yoziga o'rganishdagi eng unumli detal. 200 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdeş kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan.
derhal qaytib kel. Mübarek olsun. İkinci basıp bitirgeldik hazırlıkla kutlayımız. Tayarlı kılın. Beraber. Seynası yipek yolu sadası, yipek yolu sadası, söygünün yok cigrası, hoş avazla seynası, yipek yolu sadası. Adal çoğunlar öbezdeyli degende yaxşırak tavsiye qiladigan öbezekçilik şirketleri barmı? Ba. Müşü Google xonla bezekçilik şirketiga basanlar buldu. Öynü bək yaxşı bizeydi, layihəsimi şundaq yaxşı, bahasımı bək muvaffaq, həm sübət kapalıdı ba. Şöyle berinlarca, müşü bizim Parido Yipek Yolu Sadasının riyasetçisi Nicat Veli Yakupmu aşı şirketi bizetken. Ha, sındaq kende rahmet de. Ondan biz bizning Rustoqlam isimlik mahirimiz bilan Amir G'olib isimlik ikki mahirimizni bir guruh qildik. Bularga biz mushu Abdulla akamning nayt nadir katta naqshlaridan yo'l bergin degan naqshini shu naqshni taqsim qildik. Bularning muzikasini men o'zim ishlab berdim. Bu bolalarning mushu naqshini shu yaxshi aytib, yaxshi bir ta'sir qoldirishini umid qilaman. Yeni Nur grupimizning tuvanda maydonga tushadigan mahirlari Ruzu To'xti G'ulam bilan Amir G'olib aytadigan naqshi yo'l bergin degan naqsha. Dajahao va Java Amir Alipo. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Amirjon G'olib. Dajahao va Ruzu To'xti G'ulam. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Ruzu To'xti G'ulamdan hammalarga o'tliq salomlar bo'lsin. Yipek Yolu Sadasi programmasi televizorda va taratqularda qo'yilgandan keyin ata-onam shundaqlam jamiyatdagi barliq do'stlarimninki shundaq yaxshi baholarga va inkoslarga erishdim. Hammalarning shunday yaxshi bahosiga, qo'llashiga, yaxshi tilaklarga muyassar bo'ldim. Bu qatim ishkimizga Abdulla Abdurahim ustozimiz urlagan yo'l bergin temisligi naqsha bo'lindi. Beşli kim başladı? Sen başladın, evcini sen ettin şuna ama. Akort ilm olsun çok oldu. Aşağılık hemimizge diye kegende sen kır aşağıya. Yukarı tarafıya sen akort amma oldu. Onun keyinden ikinci katımlık evcini tan ettinler. Akortı sen al. Onun keyin üçüncü bilek kegende tüyünü sen kırsa, yukarısı sen et akort amma sen. Mevlan ustazımız bizge şu naqshininki tuan qismini qaysi qandaq urlash jarlarda az bo'lmagan bilimlarni o'rgatdi. Do'stim, g'ayrat qilayli. Ruzu To'xti ag'inam g'ayrat qil. Albatta 5-ci qarar Payvideo Yipek Yolu Sadası programısında 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci və 5-ci boğan ayırlarımızı programı qrupusu namıdan köngül soğulurumuz ba. Ubosımı 1-ci boğan ayırımızı Şinjan Payvideo Xalqara Sodi Çeklik şirketi 120 min yuan qiymetidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci boğan ayırımızda bolsa Şinjan Bilikyar Elektron Pantexnika Çeklik şirketi izdash aptitali 100 min yuan qiymetidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü boğan mahirimizni Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik şirketi 80 min yuan qiymetidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü boğan mahirimizni Beijing Tashqin Xalqaro Pay Kontrol Guruhi 60 min yuan qiymetidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa 5-ci boğan mahirimizni bolsa Şinjan Yeni Nur Biopantexnika Çeklik şirketi 10 min yuan qiymetidagi altın mikrofon bilan tartiqlaydi ekan. Şolaşqa mahirlarimizning mana bu sahnada eng qaltis mahoratini namoyon qilib, katta mukofotlarni ilib, xo'shal holda uyiga qaytishini umid qilamiz. Barliq mahirlarimizga omad tilaymiz.
ak yol tiler Qol bergin pak mihrin bilen Yükseklerge kesun örüler Gönülden soysun gönül Kıynimesin yürekli esret Yazning altın abdirden Hemmimizge yağsun amen Yıldız bulup cimi adem gellerge Sebirge ak yol tiler Kul bergin bak mihrin bilen Yükseklerge ketsun nürler Gönüldün su isun köngül Kıynimesin yürekli esler Yazning Hemmimizge yağsun amen Yağsun sevgi olsa dılda her dem Teksinizge sığar amen Yağsun yazning altın abdirden Hemmimizge yağsun amen Malum kiyimni bek yaraştırıp giysiz. Qaysi markadagi kiyimni giysiz? Ben odatda dilkar kiyimlarni kiyman. Bu dilkar kiyimlar hem de xanım qizlar shundoq yarışıdı deb o'ylayman. Hem bek süptimi bek yaxshi. Uning ustiga shunday yarışimliq. Rəxtlərniki süptimi bək yaxşı bo'lğachqa men shu dilkar kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Men shu yerga berib ko'rib baqsam bo'ldi-ki. Ko'rib beqing shundoq nurg'un posondir bor. Ustozlarimizga ayon bo'lgan bo'lsa, ularning yuqoridagi mahoratiga nisbatan, san'atdagi ifodalash qobiliyatiga nisbatan qanday bir tavsiyalaringiz bor ekan, anglab boqayli. Ikkilaylan bu naqshini yaxshi o'nlab berdi. Bu naqsha haqiqatan bek esil naqsha. Hammamiz anglab zerikmaydigan, tekstimi shunchalik yaxshi, Abdulla akam o'rnagan vaqtistimi. Haqiqatan bizning ichimizga o'rnab ketgidek darajada jibigadallarimiz o'rlatgan darajada shunday yaxshi o'rnab etgan. Hamda bu bolalarning ashunda holatda o'zini namoyon qilmoqmi oson emas. Ammo bizga bek tanishli asar bo'lg'achqa, yilmi mushlar shunday yaxshi o'rnab qildi, lekin orliqda bir sal vaqirashlar bo'lib ketib qoldi. Sal chinqilishlar, vaqirashlar, ikkilan birlashgan vaqtda. Shu ishlarga bir diqqat qilsak, ikkilan bir yerga yonaqsa akkord o'ynab, o'zaro siliq holatda bil al qilg'im bo'ladi-chi. Amirjon G'alib shunday yaxshi o'rnab berdi. Mening tavsiyam Amirjon G'alib. Amirjon, xo'sh, Abdat muallim. Bu yaxshi bir naqsha. Abdulla akam nayt vay g'itkizib go'zal ijro qilayotgan. Albatta Abdulla akam bilan selishtirmaymiz.
Bu ikkilerinin özra icrasını seliştirişte her ikkilisi de hem artıqçılık var hem kichikdan yana yetersizlik kamchiliklar bor. Biz mushu bosqichdagi ikki mahirni bir yerga ekilib naqshga taqsim qilishning qiyinlik darajasini deyishdik emasmi? Mushu Amirjonniki shundoq iliq go'zal ovoz doirasidagi bir yaxshi naqshlarni yana anglashni xohlayman. Rahmat. Mening tavsiyalarim Amirjon. Aytib muallim. Amirjonni tavsiya qilaman. Xo'sh, xursand bo'ldik. Kim muallim? 二位唱的都非常好，这个birisidan qilishmaydi haqiqatan. Lekin mening tavsiyam yine Amirjon. Amirjon. Yaşa laşı. Abdullah muallim. Mushu naqshini shikanglar bak chiroyli. Undan o'rlashtiribdi. Menmi benzo'ni men anglamabdi ekanman. Buni sen o'zing ishladingmi yo? Ha, o'zim ishladim. Hali ajr mehnat ketganday ish bormi benzoga? Bular mushki balni mushu akkord holatda duycha holatda aytish uchun hali ishlabdi ma benzog'imichu. Menimcha ikki bola intayin yaxshi ijro qildi bugun. Men bu xo'sh bo'ldim. Men o'zim aytgan naqsh bo'g'ashqa buni yaxshi ko'radigan yosh bolalar bakchiq. Benzoni mo ishlab baqqanlar borchu. Mavu Dilmurod Tursun degan mening do'stim ijodiyatchi. Shuning melodiyasi bu. Ijodchisi shu Dilmurod Tursun. Uning bir paychifalari var o'zining. U işleyen benzonu asallık doğrab işleyen olmaydı. Mesela Sıda Cengiz alay desem bir yerlere okşumaydı. Putlaşıp kaldı da. Adette başka bir benzolarını biz balık işleyimiz desek kığın buldu. İşte bir yerlere kegilunmaydıgan bir xil işleydi o. Şu Mevlam bunun bir amal kıttı hem de. Özümü tecrübelik balı oğaşka. Gitarda çelip eğitip bakaydı desem ben bu şınakşın. Aşınak düşüremedim kara gitarga. Qaysi akkord qayerga keldi jel putlashadigan bir ishlar var chiqdi. Men bu gitarcha emas, shuningga bugun mush bolalarimiz bu Dilmurod Tursunning yaxshi asrini yaxshi ijro qildi. Bizning bu sahnimiz yolg'iz naqsha aytdiganlar emas, dal mushunda bir-biriga yo'l berishni, mehr muhabbat berishni, keng qo'saqlikni, o'zaro apuchallikni tashviq qiladigan yana bir so'rin. Bugün bu şu balalarımızdan bir-biriga qarab aytgan naqshlarda yani biz aslında bir ta'sirlandik. Her ishkilanlarga rahmat. Bani qildiganlar yerik kelib qoldik. Xo'sh. Keyingi musobaqaning ehtiyoji uchun durust gapni qilganda, garchi cho'ng farq bo'lmasimi, Amirjonni tavsiya qilaylik. Biz endi eng muhim bosqichlarga yetib keldi. Ya'ni yuqoridagi tavsiyalardan keyin İhraldık görmeler biz bilen birlikte intizarlık ilikide Mevlam muallimning zadi mush ishki mayirdan kimni o'zgarib siq davomli qilib qoldiqanligi qiziqyotidi. Dehqonlar davomliq Yangi Nur gruppasi bo'lsin, marhamat. Fikrim oldi bilan bizning aşırı rap xizmatlarimizda nayt aktiv turib, nayt qizg'inlik bilan, yaxshi bir pozitsiya bilan shundaq o'rganganinglarga ham shu ilgirlashlaringlarga men rahmat aytaman. Bulupmu menimcha Ro'zto'xtadagi ilgirlash. Bu Ro'zto'xta o'tgan qatimda o Gulsaydaxonni aytgan mimizdan aytdi, yaxshi baholarimiz erishgan mahirimiz shu. Ro'zto'xta inimiz kasbiy shu naqshi ma'rifi tarbiyasi ko'rmagan bo'lg'achqa o'zining sizmimi yaxshi, lekin ba'zi narsalarni his qilolmay, ba'zi xatoliklarni sodir qilib, hatto akkordni alanmay malum ammagan bolsam degende sen ammasan bo'lmaydi. Aş pestim oltagan malumla senin ya akkord aldыңmı yoki boshqa yerdan aytdingmi yo tuvan bir oktavadan aytdingmi hammani bilib o'ltirdi. Sana baho berdigan vaqtda hammasi shuni o'ylashib turib baholarni, tavsiyalarini berdi degan. Bugun qarasam akkordni eliyotdi. Bu ilgirlab turaverasizlar. Aldı bilan sening mushu jarayondagi ilgirlashlaringga rahmat aytaman. Ondan Amirjonning ifodasi baştilla qilim muqim bo'yotdi. Shunda bo'lganda yana bir taraf bulardagi mushu ikkilarning mushu naqshini aytish
Repetis, meyli bugün sendeki bolsunmuş, hemkarlık royunlardan ben alaydı suyundum. Şu tarafınlağım rahmet eytim, afkulurum. Bayan malımla oturup öttü, biz çokum musabıqının keyinki basqışlarda şu grupini yaxşı bir netice üçün epmağımızaq bulmaydı. Şunun üçün әмді başqa malımlarım tavsiye qildi. Mening oxirgi tanlashim Amir G'olib. Mübarek olsun. Amircanның 3-nji basqычка muvaffaqiyat qadam qo'yganligini qizg'in qutlaymiz ham tayyorlikdan puxta bo'lishini umid qilamiz. Qani to'yang uchib aram ag'ashtiring. Marhamat. Xursand bo'ldik ham bundan keyingi basqıchlarda cho'qim texim yaxshi holat o'zingizni namoyon qila oladiganingizga ishonamiz. Marhamat. Xo'sh. Evet, çokum deydiğen yüreksizliğinle anlaylı. Müşahede oltağan barıça ustazlarga köptün köp rahmetimni bildirmen. Şundaqla bana muşu sahnege çıkıp muşunchilik bir üzemni namoyon qilish fursati yaratib bergan mush Yipak Yo'l Sadosi programmasidagi barcha azizlarga köptün köp tashakkurimni bildirmen. Rahmat sizlarga. Yanıla muşu bugünkidek kun girishimga köp ajr so'ndirgan ota-onamga cho'nqur sig'inishliq salomimni yo'llayman. Atrofimdagi barcha do'st birodarlarimga, meni qo'llagan yaqin urug' tuqqan do'st birodarlarimga chin ko'nglimdan salomimni yo'llayman. Rahmat sizlarga. Men uchun mushu sahnaga chiqishimga ko'p ajr so'ndirgan ustozim Mavlon Mamtimin muallimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Rahmat ustoz. Rahmat. Amaliyotda deydigan so'zlarning hammani ustozlarimiz chiroyli yo'sinni sizga deya bo'ldi. Bundan keyingi san'at hayotingizdan texmi katta bo'lishini o'z kasbingizda tashlamay davomli tirishib turishingizni umid qilamiz. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Ekrandagi aziz görmələr, naq meydandakı bahalıqçı ustazlar. Şunun bilan Şinjan Payvideo Xalqaro Sodichaklik şirkati tajdorligidagi Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqdi şirkati birlikda ishlagan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 5-qaror Payvideo Yipak Yo'li Sadosining 2-chi bosqichi, ya'ni Yangi Nur gruppasidagi bayga mushada oxirlashdi. Barliq ko'rman do'stlarimizning yana davomli Payvideo Yipak Yo'li Sadosi programmamizga diqqat e'tiborini og'dirib turishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Men Nijat Vali Yaqub, Kingsan programmamizni ko'rishaydi. Xayr xo'sh. Yipak Yo'li Sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Bosh ovozlar saynasi, Yipak Yo'li Sadosi. Yipak Yo'li Sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Bosh ovozlar saynasi, Yipak Yo'li Sadosi. Karvan varisi aman yeter bileke. Yipak Yo'li Sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Yipak Yo'li Sadosi. Yipak Yo'li Sadosi, sevgining yo'q chegarasi. Xush ovozlar saynasi, Yipak Yo'li Sadosi. Yipak Yo'li